o'quv yili siz uchun qanday bo'ldi? O'qish davomida Aha. tank ishlatganmisiz? Yo'q. O'qish davomida tankga ishlatmaganman. Insof sari baraka. Zo'r xotiralar ham bo'ldi. Qiynalgan paytlarimiz ham bo'ldi. Masalan, oralig'larda, iqtisodiyot, nazariya degan fanlarida. No, umuman olib qaraganda, o'zi baxtida bu bizga kirish, chunki biz bu narsani uchirib O'ylab qo'ygan startap haqida biroz qisqacha gapirib bersangiz. O'tganlari bor. Mirzo Ulug'bek vorislari tanlovida ya'ni viloyat bosqichiga chiqqanlari bo'ldi. Biroz kamchiliklari bo'lganligi sabab respublika bosqichiga yo'llanma ola olmadik. Undan tashqari hozir yana ikkita loyihamiz jarayonda. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Sizga omad tilab qolamiz. Bu yilga talabalarga nasib bo'lsa bo'ladiganlarga nima maslahat bera olasiz? Hop, 2007larga tavsiyamiz avvalambor sirtqi ta'lim yo'qolganligi sabab sizlarga hamdardlik bildiraman. Keyin keladiganda, misol shu aynan bizning Samisiyga keladigan bo'lsanglar, birinchi navbatda qiladigan ishinglar avvalambor faol bo'linglar. Ijtimoiy faol, Albatta. ijtimoiy faol, fanlarda akademik faolliklar, maqolalar, o'sha narsalarda faol bo'linglar. Tanlovlardan qochmanglar. O'qishdan charchamaslik kerak. Yordam kerak bo'lsa mana shu aka oldinda turadi. Rahmat sizga ko'rsatuvimiz kelganingiz uchun. Sog' bo'lasiz.